Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bizda Magicar 906 pulti, bu pult xudo xolasa Damas avtomobiliga qo'yish jarayonini ko'rsatamiz. Bu antennasi, bu oynadagi чувствительности, bu kuzov чувствительности. Buni qanaqa ulanishi Damasga, qanaqa sistemada ulanish hammasini tushuntirib boramiz. Agar bizning Damasda Blazer pult bor ekan, mana bizning Damasda Blazer pult bor ekan o'zi, biz buni o'rniga 906 dominant Magicar qo'yib beramiz. Bunda ulanish jarayonini ko'rsatamiz. Bu mashinamizda center zamok blok qo'yilgan ekan. Через center zamok bo'lgandan keyin pultni minusavoy qilib ulaymiz. Uni ham tushuntirib ketamiz. Kuzatishda davom etinglar. Eng avvalo o'zini eski pultini yechib olamiz. Unga kerakli simlar. Uni qo'ygan odam ham chiroyli qo'ygan ekan, lekin baraka topsin. Bichariski o'qib tashlamagan ekan hamma joyini. Akkuratnik qilib qo'ygan ekan, izolentalab, qoraytirib baraka topsin. Ish sifatini shunaqa qilib olib olsanglar, sizlardan keyingi odam ham duo qilaveradi. Bu baraka topsin bu. Blazer pultni o'zini olib tashlaymiz. Blazer pultni yechib oldik. Magicar Blazer pult ekan. Endi Magicar ulanish jarayoni. Bizga kerak bo'ladigan simlar через zamok programma qilishga bog'liq. Promoy plus. Zavodyashi kerak emas ekan. Bu plyusovoy qilib ulangan ekan. Buni minusovoy sistemaga o'tkazamiz. Minusovoy sistema uchun mana shu ikkita oq polosani minusga berib qo'yamiz. Yashiroq, sariq, mana ko'rishinglar mumkin. Mana plus minus simi kerak bizga. Starter simlari kerak emas. Starter pechka. Bularni olib tashlaymiz. Bu yoqdan kerak bo'ladigan sim bitta aux bilan eshik knopkani simini rangi. Sariq oq bilan qizil qorani oldik. Taxometr kerak emas. Ikkinchi aux ham kerak emas bizga. Mana ham ortchasini olib tashlaymiz. Ikkita center zamok qismi bu. Bu yerda taxometrli. Bu pultda plyusovoy qilingani uchun ikkita oq polosa plyusga, ikkita qora polosa minusga berilgan. Bizga minusovoy bo'lgani uchun bu ikkita qora polosa kerak emas. Center zamok blok qo'yilgan chunki. Ikkita поворотный, bu massa bagaj ochadigan, kanli bagaj ochadigan ham kerak emas Damasda. Bu simi kaltaligi uchun hammasiga o'zini rangidan ulab olsa adashmaymiz. Akkuratni chiqadi ishimiz ham.
ikkita siyoh rang pоворotli inson hisoblanadi. Biz buni simulayotganimiz uchun ozgina vaqtimiz ko'p ketishi mumkin. Ikkita oq palasani, mana yashil, oq, sariq oq palasani minusga berib yuboramiz. Esinglardan chiqmasin, bu sentr zamokdan minus simi chiqadi o'shanda. Minus tok chiqadi. Keyingi ikkinchi yashil sariqdan ochib yopganda minus chiqadi. Oq charni. Qizil qora eshik mumkin. Bu Magica Damazga ustanobga joy. Agar to'liq obzorda qiladigan bo'lsanglar, sentr zamoklar ham qo'yish kerak. Sentr zamoklar bloklarni ham ulash kerak. Hop, sarg'oq AUX signal chalish uchun pоворotning karni, eshik knopki, ikkita sentr zamok qoldi. Sentr zamokni yashili yopishga, sarig'i ochishga. Yashili yopganda minus keladi, sarig'iga ochganda minus keladi. O'zbekcharoq lo'nda va sodda tushuntirganda. Simlarni ulovli, xudo xolasa. Nechta kirlarni o'zini akkuratli qilib izolentka qilib olamiz. Buni mana shu Magica'dagi mashhur aholi shuncha sifatda aytib berdik. Bu avarinka bilan bagaj ochishga qaraydi. Agar mabodo pulutlardan avarinka yonmayo, bagajlarni ochmayotgan bo'lsa, ZZ funksiyada bo'lmasa, mana mana shu yerda qilib qo'ygan bo'ladi. Bu ustalarimiz uchun ham foydali life hack deydimi shunaqa. Ayrim misollar kelishadi, mana shunaqa Z funksiyaga tushmagan, lekin
butun umuman ishlamayapti, bagaj ochmayapti, avarinka yonmayapti. Ko'rib beringlar, bu pultni blokidan deyishadi. Bu blokidan emas, aslida blokdagi o'sha perdaxraniteldan bo'ladi. Bu qo'shimcha sifatida betonmi. Massa qoragan lo'g'asi. Aynan qorasini yo'q ekan. O'ziga o'xshagan baqotir osmondan lo'g'amiz. Qora. Qismini akkuratli holda, ulash jarayoni. Ana shu 4 tali stekerda через замостатор, прямой плюс pechka hammasi shunda, magnitofon. Mana shu 4 tali. Bular fara signallash stekeri hisoblanadi. Bizde прямой плюс. Pskor, mas. Iloji bo'lsa mana shu izolentalarni olib tashlab, yengitdan qilib ulasanglar, ishinglar akkuratli ko'rinadi. Kelgan joyidan ulab ketmasdan. O'zi borur, tayyor. Ismiga ulab qo'yaman deyish xato bo'ladi. Akslarni bo'lishi bor. To'q o'tkazmay qolishi bor. Mana shularni tozalab tashlab ulasanglar. Ishlarning sifati ham yaxshi bo'ladi. O'zingizlar maza qilasizlar. Degan ishlardan. Endi bir qolgan qismlarni ham ko'rsatamiz. Sentr zamok qo'yilishlarini bir yana kelib qolsa, Damas avtomobilimiz sentr zamok qanaqa ustanovka qilinadi, qanaqa sim tortiladi, qaysi yo'lanadi, hammasi haqida informatsiya qo'yamiz. Sentr zamok pilosi, ikkinchi pilos qo'shganim. Zelentergani ashuna tortib qilsanglar, lentalarni ushlashi yaxshi bo'ladi, ochilib ketmaydi. Через замок. Через замок mana shu pashpart qizil oldidagi. Shtekchada mana shu через zamok.
zavod qiladigan skors datchilar ham yasasa bo'ladi Damas'ga. Endi bu klientimiz o'zi xohlamadi, menga kerak emas zavod qiladigan. Shuning uchun bularga faqat pulni o'zini ulab beryapmiz. Element ishtekir ulab bo'ldi. Mana bu fara включательligi ishtekir. Bu yerdan поворотный massa shu simlarni olamiz. Stekkerni ko'rsanglar, mana ikkita поворотный mana. Joylashishini ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana bu yoq tomondagi mana. Sizlarga aniq va tiniq ko'rsatdim. Bu поворотный hisoblanadi. Xohlasanglar kontrolkada qidirib topsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar pamit yaxshi bo'lsa, shuni o'zidan ko'rib ulab ketsanglar ham bo'laveradi. Hammasida bir xil chiqadi. Stekkerida 10, unisida boshqacha, bunisida boshqacha emas. Va minus simi mana. Minus simini ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana stekker. Qanaqasi turganda mana nechinchisi. 1, 2, 3-oy ochasiz. Endi ayrim hollarda rangi har xil chiqishi mumkin minusini. Chunki o'zimizda kuzatilgan bu minus aynan qora rang bo'lmaydi hamma joyda. Eski izolentalarni olib tashlash kerak, imkon bor qadar. Minusga sariq sim ulaganmiz. Bizda ham Magikar'da ham qora sim minus. Sim kaltaligi uchun sim ulab ketdi. Mana sariq sim nima ekan deb o'ylamaydi.
oqsim blazer rasmi. Bu bizga kerak emas. Bu blazerdagi cheris zamosimi. Mana bu yerdagi simlarni ham ulab oldik. Bu yerdan ikkita power rod bilan minus simini oldik. Signal kerak bo'lardi bizga. Kontrolka uzatib. Biz bu yerdan aux signal simini ulab olamiz. Signalisimi mana shu steker burchakdagi mana shu jigarrang oqsimi. Поворотниlar qatoridagi mana. Поворотник qatori birinchisi signal. Havoda ayrim klientlar aux qo'shib beringlar desa, mana shuni qo'shib berasizlar. Simazini kaltaroq bo'lib qopti. Alo. Bo'ladi akajon. Xo'p, bo'ladi. Auksimiz ismi ozgina kaltaroq bo'lib qoldi. Endi simni o'ramiz. Akkuratlik izolenta qilib qo'yamiz. Bu stekerdan ikkita powerot, bitta signal, bitta dona massa simini oldim. Joyini ko'rsatib ketdim. Bizda endi kanneni simi qoldi, eshik knopka simi qoldi. Ikkita center zamok. Ikkita center zamokka, ikkita center zamok blokimizda sim chiqqan, zavodskoy. Blazerlik. Mana tekshirish uchun bittasini massaga bersak ochadi, bittasini massaga bersak yopadi. Bu yopishi, ochishi, bu yopishi. Mana palasaligi ochishi ekan blazerda, eslab qolsanglar bo'ladi. Mana palasaligi ochish, palasasiz yopishi. Magickarimizda yashili yopishi, sarig'i ochishi. Yo'dan sim kelgan mana ko'rishingiz mumkin. Pushti rang bu kanneni ismi. Blazerda kannen hisoblanadi bu o'zi. Agar simni o'zgartirishmagan bo'lsa. Bizda kanne oq rang ismimiz. Sobiq. Bu yo'dan bitta dona kelgan, eshikni knopkasidan sim olib kelinadi. Bu eshik knopka hisoblanadi. Shu oldi eshikni o'zidan eshik knopkasini oq rang simidan tortib olib kelinadi. Bu yo'lda eshikni knopkasini simi yo'q.
Endi общийsini bitta izolenta qilib akkuratniy qilib qo'ysak, juda chiroyli ko'rinadi. Ko'rishinglar mumkin. Ja o'zini zavodskiy simlaridek turmasa ham, sizdan keyingi ochgan odamlar bahridan ochiladi deydimi? Maza qiladi. Pultlarimizni ulab bo'ldik. Bu yog'iga shok sensori, labovoy sensor va antennasini qotirsak bo'ladi. Ularni ham ko'rsatib ketamiz. Mana labovoyga Magica nakleyka yopishtirish jarayoni. Mana nakleykani shundoq bosinglar. Nakleykani to'liq obzorda sirasi yopishtirib olish shart emas. Havola qolib ketib qoladi. Mana shu eng tagidan qo'lda sekin ishqalab chiqsanglar, imkon qadar havosi kam bo'ladi ichida. Mana ko'rishinglar mumkin. Antennasi mana akkuratni ochib bitilgan. Mana ichiga чувствительность qo'yib o'rganamiz, akkuratni qilib. Mana simlari ham bicharskoy emas, tepasiga tiqib qo'ysanglar bo'ladi. Videolarimiz kimga foydali bo'lgan bo'lsa, foydalangan bo'lsa, biz bundan juda ham minnatdormiz. Podpiska, like esdan chiqmasin. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Chiqolmas bu.